mana stress degan so'zni hozir stress bilan depressiya atamalarini bir xil qilib yuborishdi. Stress bilan depressiya holatini odamda bitta narsa deb aytilyapti. Bu unaqa emas. Ya'ni stress bu sog'lom organizmning reaksiyasi. Stress degani bu bizni qanaqadir yangi munosabatlarga yoki me'yorimizdan tashqariga qanaqadir bo'ladigan yoki bilmagan yoki notanish bo'lgan yoki me'yorimizda yozilgandan boshqacha bo'ladigan qanaqadir ma'lumot eshitsakmi, vaziyatga tushsakmi, shunaqa odamlar bilan munosabatda bo'lganimizda organizmimizni himoya refleksi. Stress degani bunda to'xtab ozgina qarab ko'r degandek gap. Stress bo'ldim degani bu organizm bundoq to'xtadi-da, cho'ta me'yorimga to'g'ri kelmayapti degani reaksiya. Keyin biz uni sekin bundoq o'zimizga kelib, nafas olib, boshimizni aylantirib olib, o'sha ishlatib olib, keyin sekin o'zimizga kelib ishlab ketamiz. Depressiya bu yig'ilib, o'sha tushkunlik holati yig'ilib, stress bu tushkunlik holati emas, me'yorimizga to'g'ri kelmaydigan holatga bo'ladigan reaksiyamiz. Depressiya bu bizga me'yorimizga ham to'g'ri kelmaydi birinchidan va asosiysi bu biz uchun noxush bo'lgan, yoqimsiz bo'lgan, o'sha kerak emas bo'lgan qanaqadir vaziyatlarni yoki ma'lumotlarni yoki o'sha muloqotni yig'ilib bizani shaxsimizni endi o'sha cho'ktirib kasallik holatiga olib kelishi, tushkunlik holatini juda ham ko'payib, o'sha psixologik muammo holatidan ozgina endi sekin buni o'sha asab sistemasi fiziologik holatga o'tishi deyiladi. Ya'ni bu har xil narsalar.